Assalomu alaykum hammaga. Qizlar bugun termitga test topshirgani keldi. O'rganadi bugun hozircha qanday bo'ladi, qanday qilinadi. Birinchi martasi o'rganish bo'ladi. Biz Tavakkal qilib tashlagan. birinchi martasi o'xshamadi, hech qisi yo'q. Keyingi safar o'xshaydi. Yangi Amerikaga kelganlar o'sha narsani bilib qo'yingizlar. Ba'zi license ofislar bor. Pasportdagi viza bilan ham qabul qiladi sizlarni permit topshirishga. Prosta permitga to'lov qila olmay turasiz. Social green cardga kelguncha, lekin test topshira olasiz. O'shan bizda ham bittagina mana shu ofisda test topshirishga qo'yadi. Boshqa ofislarga borsak qo'ymaydi, topshirtirmaydi. Shundan Amerikaga kelgandan sirazi harakat qilaverish kerak. Men prosta vaqtim bo'lmadi o'tgan hafta bular kelgani beri. Shuncha kundan beri olib kelib qatnasam bo'lardi. Ishda edim, boshqa olib kelolganman. Uyda kunim ham esimga kelmagan. Nasib endi dars qilamiz, ha, qizlar? Bosib kitobda o'qiydi endi.